Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Ushbu videoni o'tkazib yuborishga shoshilmang. Ushbu xonadonda 4 nafar aka-uka istiqomat qilishadi. Ulardan bir nafari buyrak qurishi kasalligi bilan juda ham aziyat chekib kelmoqda va juda ham og'ir ahvolda. Ayni damda bemorimizning ahvoli mana shunday holatda va ularga birinchi guruh nogironlik to'g'risidagi ma'lumotnoma ham berilgan. Shu bilan birga ularning otalari ham nogironlar aravachasida o'tirib qolgan. Bemorning akasi va onasi o'z buyragini bemorga berish uchun donorlik qilishmoqda va ushbu operatsiyaga 200 million atrofida mablag' ketishi so'ralgan. Xonadon egalari bunday katta miqdordagi pulni topa olmaganligi sababli bemor hozirda o'z xonadonida to'shakka mixlanib qolgan. Uning 2 nafar akasi esa mana shunday chiqindilarni yig'ish va sochish orqali ma'lum bir miqdordagi pulni topishga harakat qilishmoqda. Mana shunday ulug' Ramazon kunida o'z yordamingizni berishingizni iltimos qilgan bo'lar edik. Telbaman xayolparast Xudoydir, oyog'imni toshlar ezgan jayronman. G'irt telbaman xayolparast Xudoydir, oyog'imni toshlar ezgan jayronman. Mani darddan boshqa hech kim sevmaydi, mani sevib qolganingga hayronman. Mani darddan boshqa hech kim